Insonga har kuni tinchlik, osoyishtalik va xotirjamlik kerak. Tinchlikni yo'qotgan xonadon ham, mamlakat ham aslo xotirjam bo'la olmaydi. Tinchlik, xotirjamlik taraqqiyot garovidir. Inson, millat va xalq tarixiy xotira tuyg'usi bilan barhayotdir. Xotira kechagi o'tmishni, ajdodlar o'gitini, milliy mezonimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zaravaraqlaridek hayotimizni yoritib turadi. Qadr insonni yuksaklikka ko'taradi. Uning faoliyatiga, orzu-intilishlariga, maqsad-maslaklariga oliyjanoblik bag'ishlaydi. Bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz vatanimizning har tomonlama ravnaq topishi, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarning muqaddas xotirasini yod etib, ezgu ishlarni davom ettirish, safimizda yurgan keksalarni e'zozlash, odamiylikning eng oliy mezoni va bizga tinchlik, omonlik kerak deb yashaydigan bag'rikenglik va oliyjanoblik xalqimizga xos azaliy qadriyatdir. 9-mayni xotira va qadrlash kuni tarzida umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelayotganimiz zamirida ham hamon oramizda qanchadan qancha urush qatnashchilari, front ortida mehnat mashaqqat chekkanlar bor. Aynan ana shu ezgu maqsad yotibdi. O'tganlarni xotirlash, safimizda yurganlarning esa qadriga yetish kerak. 9-may xotira va qadrlash kuni Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlarini unutmaslikka, tinchlik va osuda hayotning qadriga yetishga, vatanga sadoqat hissi bilan yashashga, shuningdek doim ogoh va hushyor bo'lishga, tarixiy xotiraga sadoqat ruhida tarbiyalanishga xizmat qilib kelmoqda. Xotira muqaddas va aziz tuyg'u. Xotirlash bu har bir insonning yaqinlarini qadrlash. Bu olamdan o'tib ketgan insonlarni eslash va ularning haqqiga duo qilishdir. Xalqimizda qadr etgan qadr topadi degan naql bor. Haqiqatdan ham inson o'zgalarga samimiyatda bo'lib, hurmat-ehtirom ko'rsatsa, o'zi ham atrofdagilarning shunday munosabatiga sazovor bo'ladi. Vatan ravnaqi, xalq osoyishtaligi uchun xizmat qilgan el fidoyilari esa ezgu amallari sabab umrbod kishilar yodidan o'chmaydilar. Nomlari hamisha e'zoz bilan tilga olinib, xotiralari mangulikka muhrlanadi.